Assalomu alaykum, hurmatli traderlar. Hop, endi bugun 10 may. Hmm, dushanbalik uchun navsha qilamiz. Bugun shanba. Hop, boshladik. Birinchisi bizda VIX indeksi. Bu bizga shu ikkala belgilab qo'yilgan zonaning ichida bo'lsa, bozor qanaqadir xavfsiz bo'ladi. Xavfsiz deganda nima deydi? Hmm, e, ishlatayotgan instrumentingiz yoki strategiyangiz otkat model likviddan kirayotgan bo'lsangiz, xullas shunga o'xshagan strategiyalar, klassikalar ishlaydi. Ya'ni bu o'zini joyiga qaytyapti mana. Yaqinda aprel oyida mana ancha ko'tarilib ketadi. Xo'p, boshlaydigan bo'lsam, birinchi bo'lib bizda Bitcoin. Faqat daily time frame'da bo'ladi bugun. Hop, bizda Bitcoin'ni oladigan bo'lsak, bu yerda otkat model hosil bo'lgan. Ya'ni ana 1 2 3 4 strategiyasi. Shunday nomladik. Mana. Ya'ni narx impuls bilan uchadi. Ya'ni nima deydi? Narx impuls bilan o'sadi. Bu yerda mana narx impuls bilan o'sgan va bu yerga borib mana to'xtagan. Ya'ni 103.199 shu atrofda to'xtagan. Va mana bu bugungi switchani, bugungi sham birinchi kundagi sham, mana birinchi, ikkinchi, uchinchi, ya'ni uchinchi bu bugungi sham. Kripto bozori doim ochiq bo'ladi. Xo'p, birinchi shamda mana bu maksimumi soyasidan tevada yopilmasa, ya'ni mana bu switchi, bugungi switchi bu tortgan liniyamiz tevasida yopilmasa, ertaga short ketish ehtimoli judayam katta. Bunga misol qilib oladigan bo'lsak, mana bu yerda xuddi shunaqa holat bo'lgan. Mana bu langovi ideya bo'lgan. Mana kelgan birinchi kun, uchinchi kun mana ancha soyasi pastda bo'lsa ham, lekin tevada yopilgan. To'rtinchi kun mana bay. Narximiz shunday ketib bergan. Bunday holatlar ko'p bo'ladi Bitcoin'da. Deyarli barcha instrumentlarda. Mana bu yerda bo'lgan mana. Xullas qisqacha mantiq shu. Ya'ni ertaga short ketish ehtimoli katta. Agar ertaga short ketmasdan narx yana mana shu yerda o'ynasa, 5-chi kuni short ketadi, chunki aniq. Yo 4-chi kuni, yo 5-chi kuni short ketadi degan joyi bor. Xo'p, tilla. Tillani kunlik time frame'da o'tga olsak, bu yerda biz mana 0.5 dan ishlab yaxshigina profit oldik. Profitlarimizni Telegram kanaliga tashlab boramiz. Endi biz time frame almashtirdik. Ya'ni bizda shartoviy ideya ketyapti. Ya'ni trendimiz shartoviy. Va biz shunga yarasha short ideyalar qilishimiz kerak. To'g'rilamay qoldi endi. Mana. Ya'ni short ideyalar qilishimiz kerak. Bitta harakat bergan, ikkita, uchinchisi yetib bormay qaytgan. Ya'ni biz shartoviy ideyalar axtaramiz. Bir soatlikda ideyalar bo'lsa kerak.
Bir soatlikda trendimiz yo'nalishi o'zgaribdi mana. Bayiga, ya'ni Langowi bayi deyalar qidiraveramiz. Qashqadaryoga olaylik-da buni. Mana bayi deya. Bayiga deya qilamiz. Long Fibo tortsak, mana. Hop, bizda shu 0,5 zonaga kelishi mumkin. Ya'ni biz 9 punkt ishlaymiz, ya'ni zonalar orasida. 0,5dan 0,38, 0,6dan 0,5gacha, 0,7dan 0,618gacha. Qisqacha shu. Yevro USDni ko'ramiz. Yevro USDda ham yaxshigina profit oldik. 0,5dan qaytib berdi. Xo'p, trendimiz shartlovga ketyapti bu yerda. Hashtagga olib ko'ramiz. Ideya chiqish ehtimoli bor. Mana ishlayvergan joyini ko'rsataman sizlarga hozir. Maksimumdan minimumga tortsak. Judayam chiroyli tarzda ishlayvergan. Keyin mana bu yerda likvid hosil bo'lgan. Bu 0,38dan savdoga kirganimizda ham bo'lardi, lekin bizda 0,38dan savdoga kirgan bo'lsak ham borib 0,5dan olgan, ya'ni 4 soat ichida 0,5ga borgan va qaytib bergan. O'zi bunday holatlarda likvid plus fibo qo'llanadi, ya'ni bizda trendimiz short yoki buy bo'ladi, kelib likvid hosil bo'lishni boshlaydi. Ya'ni bizda bu 0,8 zonasi shunga yordam beradiki, likvidni biroz tevaroqdan ushlab olib, kattaroq profit olish. 0,38dan reaksiya oladigan bo'lsa 0,236gacha bo'ladi likvidda. Ho'p, bizda mana maksimumdan minimumga fibo tortilgan. Keyin mana 0,5ga borib qaytib bergan. 0,38 ochiq bitim bo'lsa 0,236ga qaytib berish mumkin. Judayam chiroyli tarzda ishlayvergan, ya'ni soyani o'zida. Hop, kunlik time frame'ga o'tamiz. Traderda shu narsa borku. Hop, USD cut. Bizda mana shartli ideya kelgan. Trend buzilgan, mana yorib o'tgan. Hop, endi biz qiladigan ish, ya'ni kunlik time frame'da maksimumdan minimumga fibo tortamiz. Xo'p, mana bu yerda likvid hosil bo'lgan, ya'ni buni bir haftalikda qanday ko'rinarkan? Likvid o'xshamaydi-yu, lekin mana buni BSUda oladigan bo'lsak, ko'k svichachani BSUda oladigan bo'lsak, mana BSU, BPU1, BPU2 narx impuls bilan tushgan va bu likvid plus fiboga yana bitta misol 0,8dan reaksiya olishi mumkin. Qaytamiz. Shunaqa gaplar. Mana bu yerda kichkinaroq time frame'larda, kichkinaroq punktlarda bayga ishlab olish ham mumkin agar ideyalar bo'lsa. Xo'p, bu yerda bizda likvid bor, 0,8ga bermagan. Fibo tortamiz. Shuni kutamiz. Mana bu yerda likvid bor.
Ya'ni bizda likvid hosil bo'lgan va pastga tushib ketgan. Narx tevaga tevaga o'sib, qaytib shu yerdan mana o'sgan va qaytgan. Hali to'liq o'sgani yo'q. O'sib turib, bu yerga kelsa, buy ochsak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni откат magaz. Откатdan provoymi shunaqa. Biz likviddan ishlash. Chunki narx uchib ketsa, narx tevaga o'ssa, orqaga qaytadigan bo'lsa, mana bu likvidni kuchi bo'ladi va buni qaytaradi. Hop, USD cut. USD cutga qisqacha tahlil shu. Mana bu Fibo'da ham Fiboni mana bu maksimumni oladigan bo'lsak, kunlikda 0.5 ga borgan mana. Mana bu yerda maksimum oladigan bo'lsak. Va 0.38 gacha tushishi mumkin. Hop, GBP USD. Bunda ham kunlik time frame'ga deyarli ideya yo'q. Kichkina time frame'larga qaraymiz. 4 soatlik birinchi. Hop. Aytamiz, shartoy Fiboni maksimum va minimumga tortamiz. Shartoy bo'lgani uchun 0.5 ga borgan mana. Va уже qaytishni boshlagan 0.5 dan reaksiya olib. Ajoyib. Endi USD GPI kunlikda bitta ko'ramiz. Xo'p, trendimiz buy ketyapti. Ko'rishlari mumkin. Buy ketyapti. Last trendimiz buyga o'zgargan. Biz mana bu yerda kunlik time frame 0.5 dan reaksiya olgan. Mana bu yerda ishlab bergan. Yaxshigina profit olsa bo'lardi shu yerda. Endi kichkina time frame'larni ko'ramiz. Ularda ideya bo'lsa yanayam aniqroq ko'rinadi. Xo'p, 4 soatlik. Ya'ni bizda maksimum, minimumdan maksimumga Fibo. Bizda mana bu yerda likvid bo'lgan, mana BPU, BSU bor, BPU 1, BPU 2. Va kelgan narx o'ynayapti. 0.8 dan reaksiya olish ehtimoli katta, chunki mana bu yerda bizda likvidcha hosil bo'lgan. Buni 1 soatlikda ko'rsa ko'rinadi. Aytganimdek, mana 1 soatlikda likvid bor. Mana kelgan ishlab bergan. Почти 1ga 1 desak bo'ladi. Hozirgi boya aytganimga misol. Likvid hosil bo'ladi, keladi, ishlab beradi. Bu yerdan qaytganim sababi, 0.8 ga kelmagani sababi mana bu likvid bor bizda shuning uchun. Xo'p. USD GPI qisqacha shu. Out USD. Ya'ni dailida ideya bo'lishi mumkin. Qarab qo'yaveramiz. Dailida ham shu trend shartoy buy ketgan, Langoy. Hop, 4 soatlikda ko'rsak, ideyalar ancha aniqroq. Bizda trendimiz mana bu yerda o'zgargan.
Xo'p. Bizi shuni anglatadiki, biz selga ideya qilamiz, ya'ni short. Mana bu yerga kelganimizda bu yer biroz likvidga o'xshamayapti. 0.8dan reaksiya olmagan desak ham bo'ladi, chunki bu yerda bizda likvid yo'qda, chunki mana bu ham likvidga kirish uchun sal bu yoqqa kelishi kerak edi. 0.8ga borgan va 0.5ga borish ehtimoli bor buni. İşte, hop, oil. Oilga keladigan bo'lsak, hozirgi aytgan strategiyamiz mana. Mana narx impuls bilan o'sgan, likvid hosil bo'lgan. Yana o'sgan, yana qaytgan. Yana o'sib bergan mana. Chunki buni kuchi bor edi. Orqaga qaytgan, buni kuchini hisobiga yana o'sgan. Xullas shunaqa. Bugungi qisqacha tahlilimiz shundan iborat edi. Kelasi haftalarda ko'rishguncha xayr. Telegram kanaliga to'salaring. Barcha qilingan ideyalar va kun davomida qilingan ideyalarni foydalari, ya'ni natijalar va ideyalar before after qilib tashlab boriladi. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.